Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 2025 yıllık Uyghur ırqi qırğınçılıq cinayətçilərinin cinayətini sürüştürüş qilish və cəzalash qanunu o'ttirg'a qo'yildi. Xitoy bilan aloqador qurultayning ijroiya komitetining oldingi haftadagi xabariga qaraganda, Amerika Kengash palata a'zosi Don Sullivan va qurultay ijroiya komiteti raisi Chris Smith Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish uchun 2025 yillik Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarining jinoyatini surishtiruv va jazolash qonun loyihasini oldingi hafta o'ttirg'a qo'ygan. Buningga Kengash palata a'zosi Jeff Merkley va vakil Tom Suzy qatnashgan. Avam palatasi Xitoyga qarshi tanlangan komitet raisi vakil John Molinarmo buningga ovoz qo'shgan. Bu qonun Xitoy hukumatining ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarga qarshi bir javob hisoblangan. 2025 yillik Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarining jinoyatini surishtiruv va jazolash qonunining muhim belgilamalari tuvandikicha. Birinchi, jazolash huquqini kengaytirish. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuniga vahshiy jinoyatlarning yangi turlarini qo'shib, mavjud jazoning doirasini kengaytirdi. Ya'ni a'zolarni majburiy yig'ib olish, majburiy bola tushirib o'tish va tug'mas qilib o'tish, bolalarni oilasidan ayirib o'tish, psixika va jismoniy jihatdan qiynash qatorliq jinoyatlar qo'shiladi. Ikkinchi, majburiy viza cheklash. Amerika hukumatidan majburiy tug'maslik, nupus kontrol qilish harakati. Sharq Turkistondagi boshqa ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi qatorliq jinoyatlarga chet elliklarga viza cheklamasi qo'yishni talab qiladi. Uchinchisi, majburiy emgakka munosabatli ta'minlashni man'iy qilish. Amerika hukumati Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik barliq Amerika organlarining yoki irqiy qirg'inchilik va boshqa vahshiylik jinoyatiga chetishlik tashkilotlardan tovar yoki mulozimat bilan ta'minlashni cheklaydi. Uyg'ur va Shimoliy Koreyaliklarning majburiy emgakka selinishiga doir hujjatlarning bayqalganligi sababidan Davlat Mudofaa Ministrligining aslahalarida Xitoy dengiz mahsulotlarini sotish va ishlatishni cheklaydi. To'rtinchi, hayotlarni qo'llash, yordam berish. Munosabatli o'rinlarga qolaymaqon tutqun qilish, qiynash, jinsiy parakandachilik selish, tug'mas qilib etish va boshqa ziyonkashliklarga uchragan muajiratda yashayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbek qatorliq turkiy xalqlarni davolash va psixika maslahat berish huquqini beradi. 5. Kultur va tilini qo'g'dash. Amerika organlari va programmalarga Xitoy hokimiyati yo'qotishni nishon qilgan Uyg'ur tilini, kulturini, diniy e'tiqodini saqlab qolish ta'limotini beradi. 6. Xitoyning ta'tir tashviqotiga qarshi turish huquqi. Amerika organlarining Xitoy davlat qo'llagan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qiladigan yoki ommaviy va xalqaro organlarni kishilik huquqqa daxl taruz qilish qilmishida qaymoqtiradigan tashviqotini bayqash, oshkorlash va uningga qarshi turishni talab qiladi. 7. Adolat va javobgarlik tadbirlari. Kelajakda xalqaro yoki davlat ichidagi yerlik o'rinlarda ayblashga yordamchi bo'lish uchun irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni o'z ichiga olgan vahshiy jinoyat isbotlarini to'plash va qo'g'dash, xotirlashni qo'llaydi. Xitoyga aloqador qurultayning ijroiya komiteti komissarlari Amerikaning manfaatini ilgari suradigan va Amerikani Xitoy kompartiyasi keltirib chiqargan dunyoviy xirislarga taqobil turishga tayyorlik qiladigan tashabbuslar ustida davomli tirishadi. Xitoy armiyasi sun'iy aql mulozimatlari va mashina uchun Nvidia shirkatining o'zligini sotib olmoqchi bo'lgan. Savdo maxfiyatchisi Business Insider xabar torining 1 avgust kunidagi xabarda aytilishicha, savdo maxfiyatchisi gazetining tadqiqotiga qaraganda, Xitoy armiyasi Xitoyning egilik tiklaguvchisi DeepSeek'ning eng kuchli modelini ishlatadigan mulozimatlardan tortib, yuqori aniqlikdagi kameraga ega bo'lgan 33 qadoq keladigan mashina itqichi bo'lgan nurg'ulg'an turlarda Nvidia sun'iy aql o'zaklarini ishlatishni xohlaydiganligini bildirgan. Savdo maxfiyatchisi Xitoy Xalq ozodlik armiyasining harbiy qismlar yerlik yodigarlarining xaridor chaqirish uchun ming'an uskunalar iltimosini yo'llaydigan rasmiy ta'minlash tor betidagi xotirlarni injiklagan. Nvidia Xitoyning yetarlik davlat ichi o'zligining borligini aytib, Amerika raqobatchilarini sinash uchun bir necha kona mahsulotlarni sotib olish, Xitoyning barliq harbiy qo'llanishchan programmalari uchun davlatning bexatarlik andisini tug'dira olmaydi degan. Xitoy armiyasi Nvidia'ning qattiq detallarını sotib olmoqchi bo'lganda, o'zak ishlab chiqaruvchi uzundan buyon yerlik bir tanlashni taraqqiy qildirish tirishchanligini qo'llagan
Xitoy hukumatining boshqa qismlarining besimiga uchraydi ekan. Xitoyning torni nazorat qilib boshqarish shirkati payshanba kuni shirkatni chaqirib, H20 o'zgining orqa eshigida bexatarlik xavfining borligini aytgan. Reuters xabar agentligining xabariga qaraganda, Nvidia bu ayblashni rad qilgan. Savdo maxfiyatchisi tarafidan tekshirilgan harbiy turlar odatda DeepSeek tadqiq qilib yasab chiqqan sun'iy idrok modellarini aniq bo'lmagan maqsadda ijro qiladigan mulozimatorlarga ishlatadi ekan. Bu yil aprelda e'lon qilingan 3 talab cheklangan Nvidia o'zaklarining bu tur mulozimatlarga kuch berishini talab qiladi ekan. Bularning biri DeepSeekning eng cho'ng va eng kuchli tiplarining biri bo'lgan DeepSeek Air1 608H20 karta talab qiladi ekan. Qo'llash sistemasiga bog'langan yana bir talabda 4 dona cheklangan RTX 6000 grafik kartini talab qiladi ekan. To'xtam texi tamomlanmagan bo'lsa-mu, iyun oyida vaqtliq bir aqliy iqtidorlik tadbir belgilash ta'minlagichi tanlangan. Shu oydagi yana bir mulozimatdir 2022 yilidan boshlab Xitoyga eksport qilinishi cheklangan har birining bahosi necha 10 ming dollar bo'lgan bir H100 ekran karta talab qilgan. 2024 yili 7 oyda e'lon qilgan sun'iy aql mulozimatlarining yana bir talabi H100 GPU bo'lgan. Xitoy armiyasi sun'iy aql mulozimatlarini talab qilib qolmasdan 4 oydagi bir turda harbiy qism aniq bo'lmagan ta'lim-tarbiya mashq turi uchun Nvidia Jetson hisoblash modeli hisoblangan 33 qadoq mashina itni talab qilganligi ma'lum. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy texnika siyosatining sobiq bosh maslahatchisi Ryan Fedasyuk savdo maxfiyatchisi gazetiga Xitoy armiyasining ularga erishishining nurg'un yo'llarining borligini, Xitoy armiyasining Nvidia'ni o'z ichiga olgan Amerika shirkatlaridan boshqa o'zakni qonunsiz sotib olishda ishlatadigan nurg'ulg'an vositachi tarmoq shirkat va boshqa shirkatlarning borligini aytgan. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz aslo qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta-qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay-talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.